Tushunmadim. Qani aytilgan mol? Tosh, o'zingni bosib ol. Hech qanaqa mol yo'q. Senlar sinovda eding. Tog'idan salom. Voy, mol kelishiga hali vaqt bor-da o'zi. Unda hozir qanaqa tovar kelyapti? Hech qanday tovar yo'q. Bu ishda bizga kim sodiq emas shuni aniqlash uchun. Agar Bektosh va u yetalab kelgan odamlarda noto'g'ri harakatini sezsang, hammasini o'ldir. Unda jiyaningiz Bektoshchi? Agar zahar barmada bo'lsa, butun tanaga tarqamasligi uchun u barmani chopamiz. Sayt aka, o'zi ham ishonmadimi menga? Bu tuzoqqa o'xshayapti. Odamingga ayt, molni qayerdan kelayotganini, nima bo'layotganini avval yaxshilab o'rgansin. Kimlar ishtirok etyapti, mol qayerdan kelyapti, kim orqali chiqib ketyapti. Biz buni aniqlab, ildizi bilan sug'urishimiz kerak. Bu imtihon senga emas edi. Davud, safimizga xush kelibsan. Vaziyat qaysi holatda? Katta partiyada mol keladi deyapti. Menga bu ishlar yoqmayapti. Sen bu ishlarga aralashma. Bu itlar pulni deb o'z vijdonini ham sotadi. Tushunarli. Qassob. Qarri tulki. Shoh, Tohir, xabarlaring bor. Menga suiqasd qilishdi. Seni ham xabaring bo'ldimi? Xoyinda tog'ani qo'liga biz topshirdik. Agar bu ish orqasidan senlar yoki senlarga tegishli odam chiqadigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutishma. Bektosh, sen qachondan beri o'zing nomingdan gapiradigan bo'lib qolding? Sen nima ish qilgan bo'lsang, tog'ingni nomidan qilgansan. Men seni hayotingga o'z ismim shunaqangi yozamanki, na o'chira olasan, na qutula olasan. Tosh, sen bilan biz aka-uka odamlarmiz. Bu ishda bizni na ismimiz bor, na izimiz bor. To'g'rimi? Shoh to'g'ri aytayapti. Bizni ukamizni hayotiga chang solgan itni egasiga olib borib berishni lozim ko'rdik. To'g'risi uka, eshitib xafa bo'ldik. Men sendan chiqarishmagan. Men yo'limdan chiqqan har qanday odamni qumursqa deb tashlayman. Uka, narsa beraymi? Asalli marzini. Ha, bering. Bo'ldi, xo'p bo'ladi ukajonim. Zo'rdan solib beramiz, mana asalli marzini. Nima gap? Gumonlarimiz bekor bo'ldi. Davudga ishonsa bo'ladi. Bo'ldi, maruzamiz asalli novvotli. Sayid, bunaqa sodda bo'lma. Biz ishimizda soddalik ketmaydi. Sen Davudni bosgan qadamidan xabardor bo'l. Menga uni turqi yoqmaydi. Mana 5 millik. Rahmat. Maruzdan asal novvotligi. Sen shu narsani hal qilsang, o'g'lim, tushunmadim. Nimani tushunmading? Davud, bolaga nima o'rgatyapsan, eting joydami? Sen bolalarga nimani o'rgatgan bo'lsang, shuni o'rgatyapman. Axir bu meni bolam-ku. Seni bolang bola nima? Qolganlardagi qo'g'irchoqmi? Bu ham bir tatib ko'rsin dedim-da. Shu og'u tufayli qancha bolalar yetim bo'lib, ne yoshlarimiz juvonmay bo'lib ketyapti. Qachondan beri biz o'z qo'limiz bilan o'z yoshlarimizni o'ldiradigan bo'ldik. Bektosh, qo'rqma. Bu oddiy unidir. Meni qo'limdan bunaqa razillik kelmaydi. Bekorga aytishmagan ekanda pichoqni oldin o'zing yur. Og'rimasa kelgan boshqaga. Bolalar, biz bu ishdan chiqamiz. Sayid qani? Qovun. Vaziyat chigallashdi. Bektosh o'yindan chiqmoqchi.
Yo'q, mashinasi bayonni qo'yadi be. Qocha turmasa. Sen qanaqa qolatirasan? Kim bor ey bolalar? Ey! Bu go'day, sal chiroyli gapirsang bo'lmaydimi? Hozir mehnat qilib yuribdi. O'ynab, kulib yuradigan paytida. Ko'rdingmi? Sen qilgan ishlarning oqibati seni qanaqa ahvolga olib kelgan. Qalbingda shu go'dakka ham rahm shafqat qolmagan. Diyding qatib ketdi. Ha, bolajon. Mehnat qilgani chiqdim-da. O'sha. Mo pulni ol. Bugun dam ol. Ertaga ishlaysan. Mehnat qilishdan to'xtama. Faqat haloldan mehnat. Rahmat tog'a. Sayid, nima sababdan vaziyat chatoq deding? Dovud Bektosh fikrini o'zgartirdi. Bektosh o'yindan chiqmoqchi. Sayid, sodda bo'lmagin degandimi? Bu o'yinni men boshqaryapman. Kim chiqadi, kim kiradi, buni men hal qilaman. Bu o'yindan faqat o'lik odam chiqadi. Tirik odam aslo chiqa olmaydi. Sayid, Bektoshning niyatiga yetkaz. O'yindan chiqdi.